Assalomu alaykum aziz mehmonlar, qadrli talabalar, bugungi tadbirimizning bevosita ishtirokchilari kelmoqda. Bugun esa hamisha navqiron va go'zal bo'lgan Qashqadaryo viloyatida. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, aziz mehmonlar, aziz yoshlar. Avvalambor barchangizni bitiruvchi talabalarni bandligini ta'minlashga qaratilgan ilk bora tashkil etilayotgan Talaba Expo 2025 ko'rgazmasida ko'rish hammamiz uchun juda katta mamnuniyat va quvonch bag'ishlaydi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan bugun har bir inson, ayniqsa yoshlar o'z salohiyatini to'liq namoyon etishi uchun barcha sharoitlar va imkoniyatlar yaratilmoqda. Qarshi davlat texnika universiteti 3-bosqich talabasi. Qarshi davlat texnika universiteti 2-bosqich talabasi. Axborot texnologiyalar va menejment universitetining 2-bosqich talabasi. Kimyasiga munosib topilgan talabalar. Olqishlab qo'yamiz yana bir bor. 500 million so'mlik vaucherni qabul qilib oladi. Marhamat. O'z Milliy bank tomonidan vaucherlar topshirilyapti. Hayiti va Go'zalxon 800 million so'mlik vaucherni qo'lga kiritdilar. Shodixon va Sevinchxon 1 milliardlik vaucherni qabul qilib oladilar. Biznes loyihalari o'z Milliy bank tomonidan qo'llab-quvvatlanib, moliyalashtirilishga qabul qilingan talabalarimiz